Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Barliq musulmon qarindoshlar. Alloh taolo hammanglarning tutgan ro'zasini va qilgan amal ibodatlarini qabul qilsin. Ramazon munosabati bilan Baxt Saodatning 40 retsepti degan kitobdan bir abzasni sizlarga o'qib bermoqchi. Shukr qanoat sizni baxtli qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qanoat tugumas boyliqdir deb ko'rsatgan. İnsanның nafsini qanoatdan boshqa narsa to'yg'izolmaydi. Qanoat qilmagan kishi hargizmi baxtli bo'la olmaydi. Alloh taolaning berginiga rozi bo'lib qanoat qilgan odam eng boy odamdir. Sizga ato qilingan qomatingizga, mol mulkingizga, farzandlaringizga, turalg'u joyingizga va qobiliyatingizga qanoat qilishingiz lozim. Bu Qur'on Karimning buyrug'i. Men sana ato qilganni qabul qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lgin deydi Alloh taolo. Fakhuz ma ataytuka va kum minash-shakirin. Ulamolar dunyodagi mumkin bo'lmaydigan matematika sizga berilgan ne'matlarni sanab chiqishdir deydi. Demismi fan texnika taraqqiy qilib hamma narsani sanab chiqa olgan taqdirdami qumning sonini, dengiz do'lqinlarining sonini sanab beradigan matematika bo'lmagandek Alloh taolaning ne'matlarini sanab beradigan fan texnika yo'qdir. Ahvol shundoq tursimi, insonlarning to'lisi o'ziga ato qilingan ne'matlarning qadrini bilmaydi. Hatto his qilmaydi. Faqat shu ne'matlarning birarsidan ayrilib qolgan chog'da uning qadrini biladi. Chunki nurg'un insonlar tugi ustida yurib, tugi izdivatgan bechoraga o'xshash, o'zida bor ne'matlarni ko'rolmay, uni his qilmay, yo'qning dardida ovorichilik tortadi. Alloh taolo hammamizni Alloh taolaning ne'matlariga shukr qilib, shukr va tashakkur aytadigan qanoatlik bandalardan qilg'ay. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.